Yorobun savulda 1A ikkinchi mavzu grammatikalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda birinchi grammatika iga, issayo, opsayo. Iga, issayo, opsayo grammatikasi. Xo'p, iga, issayo, opsayo grammatikasi bu qanday grammatika? Bu grammatika biror bir narsani mavjud yoki mavjud emasligini aytilayotganda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Xo'p. Birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak bo'lgan issayo. Issayo bu bor. Mavjud degani. Mavjud degani. Bor, mavjud degani. Xo'p. Opsayo esa yo'q. Mavjud emas deb tarjima qilinadi. Issayo bor, mavjud, opsayo esa yo'q, mavjud emas deb tarjima qilinadi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, biror bir narsa bor yoki yo'q deb biror bir narsani borligini, mavjudligini yoki mavjud emasligini aytilayotganda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Igani bilamiz qo'shilishini. Xo'p, qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Igani bilamiz. Pachchima yo'q holatda, ya'ni unli bo'lgan holatda, pachchima yo'q holatda, chingu ga holatida qo'shiladi. Ga. Chingu namja, namja erkak, o'g'il bola, chingu o'rtoq. O'g'il bola o'rtoq chingu. Namja chingu, o'g'il bola o'rtoq. Namja chinguga issayo. Yigit do'stim bor. Yigit do'stim bor. Namja chinguga opsayo. Yigit do'stim yo'q. Xuddi shunaqa holatda ishlatiladi. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Demak, pachchimi bor, ya'ni undosh bo'lgan holatda. Undosh bilan tugagan holatda qanday bo'ladi? U san bu zontik, soyabon. U sanni pastda undosh, ya'ni pachchim bilan tugaganligi uchun i qo'shiladi. U sani zontik issayo bor. U sani zontik opsayo yo'q. Demak, u zontik yo'q, zontik bor. Xuddi biror bir narsani bor yoki yo'qligini ko'rsatib berilayotganda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Endi misolni ko'rib chiqamiz. Chonin namja chinguga issayo. Meni yigit do'stim bor. Nanashinin namja chinguga opsayo. Nanashini yigit do'sti yo'q. Nanashini yigit do'sti yo'q. Xo'p. Usani issayo zontik bormi? Anyo. Usani opsayo. Yo'q, zontik yo'q. Xuddi shunaqa holatda ishlatilishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Suhbat gaplashayotganimizda, suhbat holatida maralda, ya'ni suhbat holatida tushib qolishi mumkin bo'ladi. Iga qo'shilmasligi ham mumkin. Ya'ni gapirayotganda tushib qolishi mumkin, lekin yozma holatida har doim qo'shib aytilishi kerak. Ya'ni tungjoni opsayo bu yozma holat bo'lsa, tungjoni issayo bu yozma holat bo'lsa, tungjon issayo holatida gaplashayotgan muloqotda igani qo'shmasdan gapirishingiz ham mumkin bo'ladi ekan. Xo'p, ikkinchi grammatika. Bizda ikkinchi grammatika igonin, kigonin, chogonin, yeyo grammatikasi hisoblanadi. Bu grammatika qanday grammatika? Bu grammatika biror bir narsani nima ekanligini tushuntirilayotganda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Igo bu deb tarjima qilinadi. Bu igo bu yaqin joydagi. Sizga eng yaqin qo'lingizda turibdi narsani bu deb ko'rsatyapsiz kimdirga. Igo bu degani. Kigo esa sal yoningizda, siz qo'lingizda ushlab turmayapsiz. Yoningizda turibdi. Mana bu deyapsiz. Qo'lingizda ko'rsatyapsiz-da, sizdan uzoqroq turibdi. Mana bu.
mana bu sizdan sal uzoqroq turibdi. Mana bu kgo, mana bu deb tarjima qilinsa, chogo sizdan anchagina uzoqda turibdi va uni biror kishiga ko'rsatyapsiz. Hu anavi deb turib. Chogo anavi deb tarjima qilinadi. Chogo anavi sizdan uzoqda. Igo qo'lingizda turibdi, yaqin joyda turibdi. Bu deyapsiz. Igo deyapsiz. Kgo sizdan ozgina uzoqroq turibdi. Kgo deb yoningizda turganini ko'rsatyapsiz. Chogo uzoqroq, sizdan ancha uzoqda turibdi. Chogo deb uzoqdagini ko'rsatyapsiz. Demak biz igonin, kgonin, chogonin yeyo grammatikasi orqali biror narsaning nima ekanligini tushuntirayotganda ishlatishimiz mumkin ekan. Xo'p, yeyo grammatikasini bilamiz. Igonin, chogonin bu narsa, dir. Shunaqa bir nimadir holatida tarjima qilinadi. Ishlatilishi xuddi shunday bo'ladi. Igoga nin qo'shiladi, kgoga nin qo'shiladi, chogoga ham nin qo'shiladi. Xo'p, qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Demak, yeyoni bilamiz. Pachchima bo'lmagan holatda, ya'ni unli bo'lgan holatda yeyo qo'shiladi. Misol uchun igo, mana bu chido yeyo. Bu chido. Bu chido degani chido. Bu xarita. Igonin bu narsa, chido yeyo. Chidodir, xaritadir. Bu narsa xaritadir. Kgo mana bu narsa chido yeyo. Xaritadir. Chogo ana bu narsa chido yeyo. Xaritadir. Xo'p, demak, pachchim bo'lgan holatda, ya'ni undosh bilan so'z, undosh harf bilan tugagan holatda, ya'ni pastda undosh harf bo'lgan holatda, ya'ni sajon. Sajon bu lug'at. Iyeyo, demak, pachchim bo'lgan holatda iyeyo holatida qo'shiladi. Sajoniyeyo, sajondir, lug'atdir. Igonin bu narsa, bu sajoniyeyo, lug'atdir. Kgonin mana bu narsa, lug'atdir. Chogonin sajoniyeyo, ana bu narsa lug'atdir. Xuddi shunaqa holatda ishlatilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi misollarni ko'rib chiqamiz. Igonin moja yeyo. Moja bu shapka. Igonin demak qo'lida turibdi yoki o'ziga juda ham yaqin turibdi. Bu narsa moja yeyo, shapkadir. Chogonin sajoniyeyo. Chogo ana bu narsa lug'atdir. Kgonin 한국 지도예요. 그거는 한국 지도예요. mana bu narsa Koreya xaritasimi? 아니요. 영국 지도예요. yo'q, Angliyani xaritasidir. Xuddi shunaqa holatda ishlatilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, muloqotda inning tushib qolishi, muloqotda bu yerda ham xuddi igaga o'xshab inning tushib qolishi mumkin. Misol uchun igonin bo'yeyo deb yozma holatida aytilishi mumkin yoki muloqotda ham aytilishi mumkin. Ko'pincha holatda nin tushib qolishi mumkin. Igo moyeyo holatida aytiladigan holatlar ham juda ko'p. Bu narsa ma'nosi o'zgarmaydi, shunchaki inning qo'shilib kirmagan bo'ladi xolos. Xo'p, biror bir narsa qo'lingizda ko'zingizga ko'rinib turibdi va u xuddi shu narsa ekanligini so'ramoqchi bo'lganingizda ham ishlatishingiz mumkin. Misol uchun igonin chegiyeyo, bu narsa kitobmi? Ko'zingizga kitobga o'xshab ko'rinyapti va uni nimaligini bir marta so'rab olyapsiz. Bu narsa kitobmi? Aniyo, yo'q. Kgonin u narsa kumchegiyeyo, daftardir. Xuddi shunaqa holatda ishlatilishi mumkin. Keyingisi, xo'p, yuqorida ko'rib o'tganimiz bu misol igonin, kgonin, chogonin bu norasmiy holatda ko'pincha ishlatiladigan holat bo'ladi. Endi rasmiy holatda qanday ishlatiladi? Rasmiy holatda
이것은 그것은 저것은 holatida ishlatilishi mumkin bo'ladi. Demak, igonin bu norasmiy igosin esa bu rasmiy. Ya'ni igonin bu narsa norasmiy, igosin rasmiy. Kıgonin norasmiy, kıgosin rasmiy. Chogonin norasmiy, chogosin rasmiy holatda ishlatiladi. Endi orqasida igonin yeyo norasmiy bo'lgani uchun igonin yeyo holatda qo'shilgan endi bu rasmiy bo'lganligi uchun buni orqasiga dir qo'shimchasi biz bilamiz. Rasmiy holatda imnida qo'shiladi. Imnida qo'shiladi rasmiy holatda. Igosin imnida. Kıgosin imnida. Chogosin imnida holatida rasmiy holatda qo'shiladi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Kıgosin moshimnika u narsa nima? Kıgosin 제 한국어 책입니다. U narsa meni koreys tili kitobimdir. Imnida dir holatida kelyapti. Igosin bu narsa holatida kelyapti. Xuddi shunaqa holatda ishlatsak bo'ladi. Xo'p, bizda keyingi grammatika chuseyo grammatikasi. Buni tarjimasi bo'ladi. Bering. Chuseyo degani o'zi bering deb tarjima qilinadi. Biz biror bir narsani talab qilganimizda, biror bir kishidan talab qilganimizda yoki iltimos qilganimizda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Biror bir narsani bering. Misol uchun, biror bir narsani bering holatida ishlatsak bo'ladi. Bu yerda otga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi va misol uchun suv bering demoqchi bo'lsak, suv degani mul chuseyo. Mulni orqasiga hech qanaqa grammatika qo'shilmaydi va unga bering, suv bering. Suv yoniga bering, chuseyoni qo'shsak, xuddi shu bir nimani so'ragan bo'lamiz ekan. Misol uchun, misolni ko'ramiz. Chiyuga chuseyo, o'chirg'ich bering. Chek cho'm chuseyo. Cho'm bu biroz iltimosni anglatadi. Biz biror kishidan biror narsani so'raganimizda ozroq yoki iltimos holatida aytganimizda cho'mni qo'shib ishlatishimiz mumkin bo'ladi ekan. Chek cho'm chuseyo. Kitob biroz bering yoki kitob iltimos bering holatida tarjima qilamiz. Xo'p, bizda keyingi grammatika hagu guava grammatikasi. Hagu en bilamiz. Bizda ot, hagu ot bilan ot, narsa bilan narsa. Ot va ot. Xo'p, ikkita otni bir-biriga ulashda ishlatiladigan grammatika hisoblanib, hagu va guava ikkitasini ham tarjimasi va bilan deb tarjima qilinadi. Bular ikkita otni bir-biriga bog'lab berishda, bir-biriga ulab berishda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Xo'p, hagu ham xo'p, birinchi qo'shilishini hagundan boshlaymiz. Haguni qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Hagu asosan suhbatda ko'pincha ishlatilishi mumkin. Bilan deb tarjima qilinadi. Hagu bilan va deb tarjima qilinadi. Odatda rasmiy holatda ham albatta ishlatsak bo'ladi bu grammatikani. Asosan biz norasmiy holatida ham norasmiy, ya'ni suhbat holatida ham ishlatadigan grammatikamiz hisoblanadi. Xo'p, pachchimi bo'lmagan holatda, ya'ni unli bo'lgan holatda ham undosh bo'lgan holatda ham bir xilda qo'shiladi.
o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Unli bo'lgan holatda ham, undosh bo'lgan holatda ham o'zgarmaydi, bir xilda qo'shiladi. Misol uchun, chiyuge. Chiyuge hagu pastda patchim bor, bir xilda hagu qo'shilyapti. Chiyuge hagu o'chirg'ich bilan hakseng pastda undosh kelyapti. Pastda undosh kelyapti. Undosh kelganda ham hagu bo'lib qo'shilyapti. Hakseng hagu o'quvchi bilan. Xo'p, endi misolni ko'ramiz. Kolla hagu jusiga issoyo. Kolla bilan jusi sok bor. Pulpen hagu kungchek jusayo. Ruchka bilan daftar bering. Demak, bilan ikkita otni bir-biriga bog'lab berishda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Endi gva va vani ko'rib chiqamiz. Gva bilan va ham bir xilda ikkita otni bir-biriga bog'lab berishda foydalanadigan grammatika hisoblanadi, lekin bu asosan rasmiy holatda ishlatiladi. Haguni aytdik, asosan suhbatda ishlatiladi, lekin rasmiy holatda ham ishlatiladi. Gva bilan va ham rasmiyda ham ishlatilishi mumkin, norasmiyda, lekin asosan rasmiy holatda ko'proq ishlatilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Demak, patchima bo'lmagan holatda, ya'ni unli bilan tugagan holatda va qo'shiladi. Misol, chiyuge unli bilan tugayapti. Chiyuge va, chiyuge bilan. Demak, patchim bo'lgan holatda, ya'ni undosh bilan tugalangan holatda so'z. Hakseng gua qo'shiladi. Hakseng gua o'quvchi bilan. Xo'p, misolni ko'rib chiqamiz. Chiyuge va yompiri issoyo. Chiyuge bilan yompir o'chirg'ich bilan qalam bor. Issoyo bilamiz. Iga issoyo bor mavjudligini bildiradi. Hakseng gua sonsengnim imnida. O'quvchi bilan ustozdir. Imnida dir deb tarjima qilinadi. Xo'p, endi ikkita grammatikani ko'rib chiqdik. Birinchisi gva ko'rinyapti. Birinchisi hago, gva va. Ikkita grammatika, ikkitasi ham rasmiy holatda ishlatiladi. Hago asosan norasmiyda ko'proq ishlatiladi. Gva va esa asosan rasmiy holatda ko'proq ishlatiladi. Endi xuddi shunaqa va bilan grammatikasi bor. U faqatgina suhbat holatida ishlatilishi mumkin. Ya'ni faqatgina muloqotda ishlatilishi mumkin bo'ladi. Va bilan deb tarjima qilinadi. Bu grammatikamiz irang grammatikasi. Irang grammatikasi rasmiy holatda, yozma holatda umuman mumkin emas bu grammatikani ishlatish. Faqatgina bu grammatikani suhbatlashganda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, misolni ko'rib chiqamiz. Chiyugerang yompil chusayo. Chiyuge o'chirg'ich bilan qalam bering. Demak, patchim bo'lmagan holatda, ya'ni pastda unli harf bilan tugagan holatda rang qo'shilyapti shunchaki. Endi hakseng o'quvchi hakseng o'quvchi bilan sonsengnimeyo o'quvchi bilan ustozdir. Norasmiy bo'lgani uchun eyo qo'shilyapti. O'quvchi bilan ustozdir. Asosan xuddi shunaqa holatda qo'shilishi mumkin bo'ladi. Faqatgina biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ikkita gapni bir-biriga qo'shish mumkin emas. Ya'ni mana bu holatda igonin cheksangeyo. Bu partadir. Hagu chogonin g'jayo. Va bu stoldir.
bunaqa holatda ishlatish stuldir. Bunaqa holatda ishlatish mumkin emas. Hagu faqatgina so'zlarni bir-biriga bog'lashda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Gapni bir-biriga bog'lash uchun kirigu so'zidan va so'zidan gapni bir-biriga bog'lashda kirigu so'zidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Hagu bu grammatika, bu otga ergashib keladi. Bitta o'zi kelishi mumkin bo'lmagan grammatika hisoblanadi.